Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana Baraka marketdan, balki boshqa marketlarda ham bo'lishi kerak. Qanaqadir juda ham ajoyib bo'lgan, Qozog'istondan keltirilgan, chunki qozoqcha yozilgan ekan. Mana shunaqa narsalarni yeb ko'ramiz. Buni nimaligini ham bilmadim, lekin singlim olib ko'raylik dedi. Kekshib, qo'shilgan qaymoq, irimshik deb yozibdi. Sir is orada shamollaganim pand berib qoldi. Shuning uchun video uzilib qoldi, uzr. Mana shunaqa chips. Menimcha chips bo'lsa kerak. Chunki hech qayerda chips deb yozilmagan, xrom deb yozilgan. Qozoqcha yozilgan. Yeb ko'ramiz. Endi yeb ko'raman. Bu hozir smetana z zelenью. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirni smetana bilan zelenli tam berilgan xamir. Ya'ni qotirib qo'ygan xamirga o'xshar ekan. Endi sirligini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qotirib qo'yilgan xamirga sirli maza berilganga o'xshar ekan. Agar farqli maza yeb ko'rmoqchi bo'lsanglar, olib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi avzorlarda ko'rishguncha. Ha, aytgancha. Hozir yana ikkinchi marta yeb ko'rdim-da. Ikkinchi marta yeb ko'rganimda juda tuzli ekan. Aşırı tuzli. Keyingi avzorlarda ko'rishguncha aniq endi.